Avtomobilni aytgancha narxini oxirida aytib o'tamiz. Ham avtomobil jostki emas. BMW X5larning ichida eng ekonomichlisi bu gibrid versiyasi 45i plug-in avtomobilimiz 3 litr 2 turbina 389 ta ot kuchi. Eng katta plusimiz bu avtomobilimizda zaryadka qilganingizda 9 da 80 kilometrcha yurish imkonini beradi. Bez zaryadka motori o'zida ham bemalol yuraveradi. Sredniy расход BMW orqali ko'rsatilgani bu 2 litr. Reali shaharda 4-5 litr yeydi. 2021 18000 kilometr masofa bosib o'tgan. Boshladi. Avtomobilimizda lazer optika, dish решетка radiatori, radarный круиз-контроль, обновленный BMW значок, 21 originalniy Watson diskalar полностью M paketda. Mana plug-in gibrid degani mashina avtomobilni zaryadka qilasizlar. Endi orqa tarafga o'tamiz. Birinchi X5 model nechinchi yil chiqqan? Xabaringlar bormi? Bilmasanglar 1999 avtomobilimiz ikki taraflama ochiladigan bagaj. Bu bagaj ham juda tez yopiladi. Pastida bitta knopka bor. Bosganingizda ham pnevmopodveska tushadi. Eng oxirgi narsalarni olishga sizlarga yengillashtirish uchun va eng qiziq tarafi test drive. Ketdi. Salonimizga xush kelibsiz, hurmatli obunachilarimiz. Bismillah deb test drive'ni boshlaymiz va navorotlar bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Birinchi ko'z tashlanadigan narsa albatta bu multirul, kojinning avtomobilimizda torpedka, bu yerda monitorining eng katta plusi Mercedesga qaraganda bu sensorning. Avtomobilimizda abagrev sideniyalari mavjud. Bitta 3 xil rejim yizdi bor. Bu birinchisi sport, ikkinchisi gibrid, uchinchisi полностью elektrik. Shu aytganimdek 180 km masofa bosib o'tadi. Avtomobilimizda беспроводной zaryadka, abagrev abduv podstakannika. Gibrid bo'lgani bilan avtomobilimiz o'sha yurishi, o'sha upravlение hamma narsasi zo'r. Просто o'sha выхлопи bilan выхлоп deganda zarar moddalarni tashiydi-ku havoga. Shunaqa narsasi kamaytirilgan va avtomobilimizda расходi juda kam. Avtomobilimizda panoramasi mavjud. Panorama ham Sky Lounge'lari bilan. Единственный доводчики yo'q. И bu yerda shtatniy akustika turibdi. Assistent заднего хода bor, assistent parkovka bor, parkovочный местani bitta bossanglar avtomobil o'z parkovka qilib beradi. Kerakli narsalardan bittasi u pnevmopodveskasi ham mavjud. Hozir head-up displeyi limit deb ko'rsatyapti. Ayoqda bu yerda 50 znak ushlagan bo'lsa, bu yoqda sizlarga ko'rsatadi 50 ligi. Bilamiz, hozir mana gibriddan sportga приключение qilamiz va gaz zapoli bosganda avtomobil mana tortishi, yurish, upravleniyalari gap yo'q. Watson diskada ham avtomobil jostki emas, hurmatli obunachilarimiz. Avtomobil yurishi gap yo'q. Buni patokda unaqa bosib yura olmasanglar ham ekonomikda mazza qilib yuraman desanglar, aynan shu avtomobil sizlar uchun, hurmatli obunachilarimiz. Agar uyga kelib zaryadka qo'ydinglar, 80 qilib to'ldirib olasizlar. Xuddi elektromobillarning qasi, faqat bunda 24 kilovatlik batareya bor-da, o'sha sizlarga 80 kilometrda yurishga imkon beradi. Mana transmissiyasi ham xrustanli ekan avtomobilimizda. Endi mana gibrid rejimga qo'ydik. Gibrid rejimda motor ovozi уже o'chdi. Tokka o'zida ketyapti. Va bu avtomobilimizning narxi ham juda zo'r. Narxi $87,000. Va yana eslatib o'tamiz, любой avtomobil в наличии на заказ avtolizlar saloniga murojaat qilaverasizlar. Hammaga e'tibor uchun rahmat.